O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, tortiman jafo mushaqqat. Lekin istigim, orzuyim shuki, o'quvchi bo'lib bir umr o'qituvchining yetaklishida bilim beg'ini kessam ta'ab. O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, charchayman, ko'masman rohat. Lekin tiligim, orzuyim shuki, o'quvchi bo'lib bir umr o'qituvchining himoyasida aql dengizida o'ssam ta'ab. O'qituvchi. O'qituvchi bo'g'im yo'q faqat. Bo'ldimmi, ko'rmayman qilcha halovat. Lekin umidim, orzuyim shuki, soddaligimni saqlab shu peti ustoz ro'yiga noil bo'lib o'ssam ta'ab. Navada biz çoğunla balalarga ödeknin ağzıga yem tıkkandek bilim berişini bilip, ügengenlerini cemiyette müstakil işletiş iktidarını igelletmesek, o halda bizning terbiyemiz öz vazifesini ada kılmagan buludu. Ali mektep imtihanida kütülmeyen işlerdi bir netis bolup durdu. Bu mening o'quvchim edi. Mening quchog'imda jon uzdi. Men hech amal qilamadim. Bu onun ata-onasining mas'uliyati. Undaqda o'qituvchining mas'uliyati-ku. Biz ertadan kechgacha o'quvchilarni jinimizdan bericha oliy maktabga imtihon berishga zo'rlaymiz. Imtihon degan nima? U lim ko'rik. Millionlab odam o'tib ketishga intilayotgan ko'rik. Taqa, cho'kimizni olaman. Ha, ma'qul mana. O'quvchilar numarini qo'lib olib qelyapti. O'qituvchilar-chi? Rahmat. Ulam o'quvchilarning qo'lig'i. Ba'zi ishlarni hech kim tushuntirib beramaydi. Tushuntirib beramaydi? Men tushuntirib beramaydi degan gapdan zerikib ketdim. Ish qilib men sinf mudirligini qilmayman. Men chidayolmadim. Sizning maktabning o'rinlashtirishi bo'yicha ishlamaydiganga asosingiz yo'q. Men chet elga chiqib ketish niyatiga kelib bo'ldim. Nima? Jiddiylashmang. Ingliz tili imtihonida o'tib ketsam bera olmayman. Siz Onungacha maktabda qanday ish bo'lsa qilay. Yugurishdim. Buzilgan tuzlaydigan, o'qituvchilarni paravallik uchun pul topadigan ish bilan hammani qilay. Sinf mudirligini o'lsam qilmayman. Ma'qul. Qanchadan olasiz? Qanchadan olasiz? Mana. Mana. Muallim, bu bizni sinfning topshiriqi. Siz o'qishni qo'yib qo'yinglar. Rahmat. Sen muallim, siz degan kitobni keldim. Ko'rib beqing. Pulini ichi qistirib qo'ydim. Rahmat sana. Bir shartimga ma'qul bo'ling. Qanday qilish sharti bo'lmasa o'rindayman. Qanday baq. Siz bizning sinfning terneri bo'lib qolsangiz. Allah, undaqda hammaga bir xil qaramagan bo'lib qolmam dema. Siz degan bizning matematika o'qituvchimiz tursiz. O'g'o, shundoq. Bundaq bo'lsin. Men sizlarning maxfiy terneringlar bo'lay. Ma'qul. Hey, to'xta. Bu ishni ikkimizdan boshqa hech kim bilmasin, ha? Bir xudo, bir men, bir siz bilin. Xo'sh. Hey şoför, Ha, mudir, ko'rinmaysiz-ku. siz beka o'qibsiz-da.
Rəhbərliknin qamxorluğu rəhmət. Bu kimning kitobi? Mənə İngilis kitab. Uluq var iradə tikləb, 8 ay cəbalıq güreş qılıb, İngilis dili imtihanda layaqətlik bilişim gerek. Siz sinif müdiri bo'lmasangiz ancha-muncha ish qilishingiz kerakda. Gepim gep. Manga qandaqlı bo'lmasa maktabda işlerini qilib turman dedim ho. Boshqa ish yo'q. Shunisi yig'in ko'payib qilyotidi. Mana, bugun yana bir yig'in bor ekan. Shaharlik partikom ochidik. Hay, buning mening ma'lum yo'q. Ay, siz berib anglab kelib, menga yetkazib qo'ysangizlar bo'ladi. Ha, mana. Yig'inning mazmuni nima ekan? Iqtisodchanlik bilan maktab boshqarish deyman. Ay, bu dal sizning ishingiz. Ma'qul, ba'zan baray. Hey, yig'in deydigan narsa bordi. Bado, siz quloq solib anglab tafsili xotirlab oling. Ha? Ma'qul. Men qo'ligim bilan eg'izimni yapasam bo'ldi. Kitobni ilib oling. Ha. Bizning yezi o'tir maktabimizdan biror o'quvchining oliy maktabga kirishi oson Yo'ldosh, emas. bu ma'rif. Maktabimizning bu yilgi imtihondan o'tish nisbati 11,7%. Bu 6 yildan buyangi eng yuqori nisbat. Biroq nahiylik partikom buningda rozi bo'lgani yo'q. Nima uchun? Ular chet yezlarda ixtisos egalari bek kamchil. Shunga ixtisos egalarini ko'plab tarbiyalash kerak deyishyapti. Hey, yo'ldosh. Ular yana 11,6%, 11,7% nima bo'ladi? Muavin shahar boshlig'i Agar yana yo'ldosh. bizga ixtisos kishilarni yetishtirib bermasanglar, maktubinglarni pechatlayotmasa qarab turinglar dedi. Men burunmi degan. Hozir muavin shahar boshlig'ining oldida yana bir deb qo'yay. Meningcha hozir to'liq o'ttirni umumlashtirishni o'ttirib qo'yish vaziyatga mos kelmaydi. Bu davlatga-mi, xalqqa-mi, farzandlarga foydasiz. Men bu yerda vaqtni ep o'tlamayman. Bir parcha doklad yozgan. Muavin shahar boshlig'i ko'rib baqsa. Qaraganda Can müdirning bu doklatining salmog'i xeli eg'ir o'xshaydi, ha? Nurg'un maktablarda shundaq inkas bor. Menda xeli ko'p material bor edi. Sizga qachon olib bersak bo'la? Bo'ladi. Siz bir kunni bekitsangiz, konkret muzokaralasak bo'lamdi ekan. Bo'ladi. O'zingiz bir narsadan qachon vaqt chiqsa shu chaqda muzokaralashaylik. Ma'qul. Fahmolim. Nima? Ketmoqchimisiz? Men maktab müdiri bo'lmagan ekan. Bu yig'inga kemisam bo'pti ekan. Hey, siz o'qituvchi. Sizning so'zlash huquqingiz bor. Bugungi yig'in qatnashgandan keyin atiki yig'inga qatnashishingiz kerak-da. Ha? Qanday? Ma'qul. Yana qaysi yo'lda so'zlaydi? Men o'qituvchilarning ta'minoti to'g'risida so'zlab boqay. Ta'minot to'g'risida eg'iz ichishqa xijil bo'lamiz. Demayli desak, kundalik o'qitish qiyin to'xtaydi. Bu ish ahamiyati bor. To'g'ri, maktabda iqtisodiy jihatga bu masala hal qilinmasa, u chog'da Hey, Sizni shahar boshlig'ining o'zi kesin degan tuzga bormaylar. maktab müdirlari yig'ini ekan. Men ham müdir bo'lmasam. Sizmiz-a? Gününkü yig'inni o'ltirib ochdik. Bugungi yig'inni men o'tirib ochamiz. Yaxshimisiz, Lavjin? Shahar boshlig'i yaxshimisiz? Qani. Men maktab müdiri bo'lmagan ekan, qatnashmasam bo'ladimi? Undaq dema. Chiqmayman. Qani siz. Sizni izlayotganimga xeyli bo'ldi. Men sizning nimishqa o'quvchini yaxshi o'qitmay, döt qilib etib, jiniq zamin bo'lding deb so'raydiganligingizni biletdim. O va uning qurdoshlaridan tashkil topgan zo'r qo'shin oltin etilgan lim ko'rikka qarab intilgan edi. Kunlarning
aylarning o'tishi bilan bu ko'rikdan intayin osondigilar o'tdi. O'tamay qolganlar bo'lsa, qo'rqinchli zo'r qaynama hosil qilib, jamiyatni, maktabni, oilani yoshirin kasalga mubtalo qildi. Yuqorida markaz, tuanda shaharlik partikum ziyolilar masalasini hal qilish uchun zo'r kuch sarf qilyapti. Ish kutib turgan yoshlar qo'shini bo'lsa, uzluksiz kengaymoqda. Yo'ldoshlar, buni qanday qilamiz? Yaxshimisiz? Qani. Bugun sizning bu mayxonangizda bir yig'in ichib olaylik. Yaxshi bo'pti. Qarshi olaman. Qani ishkir kiraylik. Qani mayli. Nima ish? Şəhər başlığı, mən degan eli qışını qandaq qıldınız? Kadrlar idarəsi bilən əmgək idarəsiga bir nim deyişpəsiniz. Qandaq cinnin qasdı çaptıldı ekan-da. Siz tepiştirgüçü bulursunuz da. Hazır əməlləşdirməmisəm, 3 ildən keyin meyxanını özgərtib qurish quruluşu tamamlansa, işim axmay qaladı. Siz aşpazilla 300'ni ilib, cungochi tamoq bilan g'arbchi tamoqni biraqli chiqarmoqchi ekansiz-da. 300? Bu latih azlıq qılıdı. Dərhal selindiğən Cungo bilən çəttəl şerikçiligidəki çoğ meyxandan 8-9 ba. Bunun ketadigan aşpaz, mülazimətçilərlə mыңdan aşıdı. Agar biz muvarib sistemasidagilar sizlar uchun nishonliq o'quvchi qabul qilib, kasbiy saviyaga ega to'liq o'tir o'quvchilarni tarbiyalab bersak olamsizlar. Olmaydigan ish bo'lamdi. Sizlar shunda qilsanglar, tarbiyalash rasxoti, kasb ishlatadigan sayman deganlarni biz ustimizga olamiz. Yaxshi. Fahmolim. Sizlarning maktab sinab qilib baqsa bo'ladi-ku, ha? Qandaq? Sizlar Men yuşun oturmakta edim. yaxshi. Sizlar ikkala taraf rozi bo'lsanglar, men bununla anlaşmadım, ha? Siz mayli tepishtirg'uchi bo'ling bo'lmang. Bu ishni tutdingiz, endi oxirgi tuting. Ma'qul. Qaysi o'ringa qanday odam kerak bo'lsa, biz shunday odamlarni tarbiyalaylik. Yaxshi. Bu durust gap bo'ldi, ha? Sizlar avval 7-8 ni tarbiyalab turmamsizlar, ha? Dastlabida yoshlarni qabul qilamiz, taqsimotga mas'ul bo'lmaymiz degan belgilamani chiqaringlar, ha? Şəhər başlığı. Ha? 5 qo'lni biraqli eg'iziga tiqib. Yo'q. Bu yangi ish emasmi? Yangi ish bo'lgandan keyin bu ishqa yangicha qiyofat bilan muomala qilib, sinab qilib baxmaymizmi? Ish qilib, men mashara jakalab qo'yay. Qaysi maktab ashunda kasbiy to'liq o'tir qursa, shu maktabga ko'plab o'zgartish rasxodi berma. Oqsoqol, sizning da'vatqiningіз oz pul emasmi? Biz bir muzokiralash baqayli, ha? Yuqori rahbarlik pullarni o'z joyida ishlatishni talab qilyapti. Ularmi kelgusidagi ziyolilar. Şəhər başlığı, meylisxan tayyor bo'ldi. Yaxshi. Siz ko'pchilikning holidan xabar oling. Men oshxonaga berib baqay. Ma'qul. Şəhər başlığı, Ha? siz... O yo'q. Ha? O bugün dem aldı mı? Yo'q. O o'lib ketdi. Əməsi mən onunla şagirdlik verən iki oxucucu. Ketdi. Ketdi. Nə ketdi? Ularning deyishicha, oliy maktab imtihon berishli to'g'ri yo'lgan. Ha. O ketdi. Gül keltirib say qoruydigan hünürünü özü bilen billi ip ketdi. Şundaq. Bizning puhralarımızga balamni daşiyada o'qitmayman degizish oson emas. Oshpazlikni o'rganganlar balkim professor, doktor bo'lolmas. Biroq kesib etalaymanki, aşı Çinhuada aşı, Beijing daşiyada o'qiyanlarning hammasining kiyim loyihaligichi bo'la olishi notayin. Neçə min yıldan buyanqı köz tüzümü qaldırğan feodallık qarashlar
bugungi kunga kelganda yana paydo bo'ldi. Masalan, hamma ishlar bir tiyin, Daşayda o'qish hammadan a'lo degan buning bir misoli. Jungoda ma'rif islohoti bir kunmi to'xtab baxmadi. Bundaqmi qilib baxdiq, undaqmi qilib baxdiq. Jumladan mavjudi o'tirib qo'ygan ma'rif inqilobi nemishqa mag'lub bo'ldi, uqamsizlar. Masalaning ajallik yeri ma'rif qurilmasi islohotini ching tutmoqlikda. 3-chi umumiy yig'in bizga yo'l ko'rsatmadimi? Yo'q, ko'rsatmadi. Biz kasbiy to'liq o'tirlarni o'nlab, yuzlab qurib, bolalarga har qaysi kasblarda yaramliq odam bo'lish yo'llarining borlig'ini bildirishimiz kerak, yo'ldoshlar. Bu bir cho'ng ish ekan-ku. Shundoq. Bu shundoq bo'lganda maktabning xarakteri o'zgarib ketgudek. Bu o'ynashilgan ish emas. Sizlar o'zinglar menga qandaqli ish bo'lsa qabul qil degan-ku. Qabul qilishdimi? Kelib biz bilan maslahatlashsangiz bo'ladi-da. Menimcha bo'lganda bolalarga yo'l tepib berish uchun shunday qilishimiz kerak. Ha. Vaqti kelganda tashni qilib ketib qolsangiz. Men tek ketmadim bu. Bo'lmasa o'zingiz qilmamsiz. Men bilan to'la erishmang, ha? Ha, bo'ldi. Mudir. Ha. Biz hammamiz birlikda muzokaralashaylik. Saboqdoshlar, bo'ldi. Uyinglar qaytib ketinglar. Yo'ldoshlar, qandaqli fikringlar bo'lsa, qani o'tirib qo'yinglar. Bu degan texnik maktablarning ishi tursa, Shu emasmi? Bu to'g'ri ish emasdan qiladi. emasmi? 58 yildagi cho'ng sakrab ilgirlashda mushundaq maktablar qurilgan. Hey, Can muallim. Ha? Jimmida o'ltirib olmaysizni bir narsa deb baxmamsiz. Ha, nima deyman? Allah, nimali bo'lsa bir narsa deb baxmamsiz. Vaqt o'tib ketdi. O'tib ketdi. Ha. Bo'ldilar. Bari vaqt o'tdi. Oz qoldi. Texi oshpazlikni, tikkichilikni o'rgatadigan bo'lamiz, ha? Amaliyotda kasb to'liq o'tirib qursaqmi bo'ladi? Qurgandan keyin elektron buxgalterlik kasblar qurmay, nima deb? Ay. Bo'ldi. Men so'zlab baqay. Meningcha bu bir yaxshi ish ekan. Biz odatda ma'rif islohotini to'tkuz bilan kutyapmiz. Bu bir yaxshi fursat emasmi? O'quvchilarning mustaqil turmush kechirish iqtidorini o'stirish meningcha o'tir maktab ma'rif islohotining ochquchi. Bu ishni bundaq tegil bo'lmas. Bu mening qarashim. Qandaq kasb qurishga kelsak, avval o'qituvchilarning kallasidagi har xil, har shakldagi ko'ni qarashlarni chiqarib tashlashimiz kerak. Bo'ldi. Bizning maktabimiz o'tir maktab. Bu ishlarga aralashishni qilsiz. Bu mening shaxsiy fikrim. Siz aralashmang. Siz? Bo'ldi, siz mas so'zlang. Meningcha bizning o'quvchilarning turmush yo'lini belgilashiga yordam berish haqqimiz bor. Meningcha uning deganlarining davlisi bor. Bo'ldi. Baya ko'pchilik nayt obdan fikrlarni o'ttirib qo'ydi. Endi yig'inchoqlab o'tay. Men avval shaharlik partkom, shaharlik ma'rif idorasi rahbarlarining qaroriga to'liq qo'shilaman. Maktabimizda kasbiy to'liq o'ttir sinflarini ta'sis qilamiz. Hozir men rasmiy qarorni e'lon qilaman. Bu xizmatga fan sho'bu muallim mas'ul bo'ladi. Hey, mudir.
Liu Haiying muallim yordamlashidu. Mudir, bu başta deyilgan gapga o'xshamay qoldi-ku. Vazifam eg'ir bo'lib ketdi desangiz, texim yaxshi ishlashingiz kerak. Şofan, baş direktor har bir o'quvchining tarbiyalash rasxoti uchun qanchalik pul beradigan bo'ldi? 8 ko'dan 1500 ko'g'cha. Qancha? 8 ko'dan 1500 ko'g'cha. Mushundaq bo'lganda, cho'kimiz sotadigan, oshxona ochadigan ishlarni bekor qilamiz. Hamma o'qituvchi o'qitish sifatini o'stirishga otlanadi. Buning nimasi yomon? Albatta, bu maktabimizdagi xizmatlarning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir tarkibiy qismi. O'qitish vazifasidan boshqa har bir o'qituvchi bu ishga tayyor turish kerak. Ha? Bo'ladi. Bo'ldi, bugungi yig'in mushagich bo'lsin. Canım. Ay, azırak müzakerleşiyorsak. Hadi dişeli. Ne görsiz? Lillenden İngiliz tili öğrengili. Ha? İngiliz tilini gün atamsız? Oldu, hoş. Qarang bu adamın tarsalıqını. Hay. Mopağa katkan eşektek, nokta sasıla, toxtumay çögüleverdiğen birinin o. Onu mu japalı koyduk? Cürüm. Siz maktabga emdilik kelib, Әмділ кәсәм нем бопты? unutib qolmang. Siz boshlang'ich maktab o'qituvchiligidan emdili o'tib keldingiz. Boshlang'ıç məktəb oxutucusu bası nem boptu? Siz maktabimizga emdili o'tkilib keldingiz. Nimani bilatdingiz? Siz. Boldu. Bugün ketdim. Mən. Bo'ldi, tamoq eting. Etmeyme. Nima? Aytmaymi? Etmeyme dedim, etmeyme. Aytmisangiz, men aytgan yemang hamsa. Gapni uchiqdan. O'rta maktab tarbiyasi asos tarbiya. Eliqidagi ishlarni qilish to'g'ri emas. O'rta maktabda kasbiy tarbiyani yo'lga qo'yish davlatimizning amaliy ahvoliga uyg'un keladi. Siz tamoq yemsiz, yemamsiz. Texchi qayil bo'lmadingizmi? Tamoq etib yemeyme. Baqol, ikkimizni yemaylamsa. Yemisa yemidi. Savaqdaşlar. Bugün men mushu vaqtdan foydalanib, sizlarga gimnastikadan muhim bir ishni uqtiraman. Diqqat qilib anglanglar. Hozir men oliy maktab imtihoni bilan to'liq o'tira imtihonining ahvolini e'lon qilaman. Mudir, bu yoqqa. Bu yil Nem qilsiz? Ishig'ini Bütün eshitdingiz? şehir boyunca Ali mektep imtihanı katnaşkanlar Bana bir yerden kılsınız. 37.500 Ocaq saldı başı olsa sal turib baray. Allah, onda qışlağı sizin sağın bolam da. Sel azaygan. Tuz tiqib ketmang. Sizga qancha qish to'shpadim. Ne adik gaplarni qilyapsiz? Siz bana alayda aşpazdan birini tep berishga ma'qul bo'lgan. To'y qilamsiz? Nimalarni deydigan siz? Men o'quvchilarga yaxshiroq qus tep beray deyman. Adamdan bir Qanday? qabul qilmagan. Bu mening vazifam emas. Men ta'lim tarbiya boshqarmasiga mas'ul. O'tirganlar 150 Mudir, bu ikki sinfning o'qitish ishlari bilan qaringiz bo'lmasa bo'lmaydimi? to'liq o'tir qabul qilingan o'quvchilarning soni Bu ish bo'ltirqi qaraganda kas bo'larmiki? %7% Sizdan xo'sh bo'lib ketay janobi mudir. %7% az. Ma'qul. Asasen özgen Biz oshxonaga qo'rq qolmasak bo'lmaydi-da. Unda qilamdigan. Bizmi oldi ishdan salobat bilan kirib, bir ajoziq tamoq buyurtib ularni tomog'ini tetib boqay. Qanday? 150.064. Yanchig'ingizga ozroq pul kirib qolibdi. Cho'ngga qilgan muqqasiz. Qo'rqyapman. Qaraganda %7% az. Qani ilinglar. Tamam, siz meni. Bekmezlikkan. Qani. Ma'qul. Qani sizmi ilinglar. Xotirjam bo'ling. Rahmat. Men qarab boqay. Qani ilinglar. Qayyim, ilinglar. Ma'qul. Lu moderning bunchalik so'rinsiz yelaydiganini o'ylab Unda baqmoqchi amal ekanman. bayinimizni tasdiq bo'ladi. Bo'lmaydi.
u degan boshqa ish. Sizning mudirni quruq uzun. Qani. Ilingla. İlan. Seçikti. Qani. Buni nima deymiz? Do'stlar, buni qo'rilgan o'ydik. Ma'uni dinlanganda to'qi deymiz. O'xshabdi. Do'stlar, Siz men. sizlar Lu ustamning qaysiga eng ust ekanligini bilamsizlar? Yo'q. Aralashma ta'mlik to'qi bilan qo'rq sho'rpiga eng usta. Bundaq seni shofan to'y qilgandala andin qo'raymiz. Qadim qila oshpazmi yunurga tayinib, jon kezalaydi debdikan. To'g'ri. Bu bir qancha xil saylarni yalishinglar yana mening o'z xotiram emasmi? Ay, yani nimada poydu atsız da? Men tanıştırıp qo'yay. Bu yoq eliqi dangli qizchanchisay qo'rish ustasi Lorin fan oqsoqol bo'ladi. Bu yoq fan muallim, bu yoq jon muallim, bu yoq Yu muallim, bu yoq Shaudu muallim. Yaxshimisiz? Lu oqsoqol. Qani. Ila, ara. Yo'q, men ishlamayman. Rahmat. İşmişsiniz bu. Birden o'tirib emansiz. Ma'qul. Men o'ltirib turing. Lu oqsoqol. Namıngizni ko'p anglagan. Bugun qo'rg'on sengizni tetidik. Uning ta'mi ig'izimizdan ketmaydigan bo'ldi-da. Bek maqtib ettiniz. Lu ustam, bugun fan muallim bizni bu yerga chaqirib kelib, sizni ustoz tutmoqchi bo'lgan. Onunla layık emasman. Lu ustam, men 40 nafar o'quvchim bilan birga sizni ustoz tutadigan edim. Siz qo'shlamsiz? Endi shogirdlaringiz avib nomingiz hammaga tarqalgan bo'ldi. Qani. Yo'q, men ishlamayman. Lu ustam. Bu bir yaxshi ish. Men buni qilolmayman. Rost qilolmayman. Biz samimiy niyatimiz bilan sizni ustoz tutdilik deyapmiz. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, davring. Nim bo'ldi? Mundaq bo'lsin. Sizlar sal turib turinglar. Men har biringlarga bir qanchadan sho'rib qilib beray. Tetib yiqinglar, ha? Ustam. Şoför, Lu ustam unmaydigan bo'ldi. Siz yana bir berib beqing. Dersim bor. Darsingizni o'tib qo'yman. Başqa birisini topsangiz bo'lmadimi? Lu ustamni boshqasi bo'lmaydi. Kim sizga boshda uni menga tunishtiring debdikan. Hay. Men rostla xato ish qilayotgan o'xshayman. Shundaqda qiladi. Men yan mudirg'iday. Ikkimiz birga ishlaylik. Nima? Ikkimiz birga ishlaylik deyapman. Desizlar, menga eslab olmasangiz qanday? Başqa birisini topsangiz bo'lmadimi? Hay, xafa bo'lsangiz beka. Yan mudirg'idab, sizni yetkomsam hisob emas. Hey! Avoylatmanglar, qutilishib ketmang yana. Hey, kasbiy to'liq o'tirgan odam ana ekan. Kasbiy to'liq Oy, Lu mudir, qaytib keldingizmi? Yani epleşmedi. Gözümün işi qaraysiz o. Mening ma'malim yo'q. Men burildi diyango. Bu ish qo'lingizdan kelmagandan yaxshisi qilmang. Sizning aşı azroq narsangiz bilan bir mashina topib akagil bo'lmaydi. Nomingizni asli keltirib, to'liqlab bergan ozg'in maoshingizni mo qo'shdingiz. Siz meni bilmaydi demsiz. O'qish qabul qilish e'lon chiqarilganiga 8 kun bo'ldi. Bir necha odam tizim qoldiribdi.
Buningda qandaqmı kasbiy to'liq o'ttira ta'sis qilib bo'lsin. Lo ustam o'ynadi. Go'yban quvallik 2-qoroda. Ayaq. 25-qoromi? 25-qoroda. Xo'tungni g'arbiy qizida. Ishikning oldida cho'ng bir tutuq maktar qilba. Yomg'ir yog'adigan bo'ldi. Siz kimni saqlayapsiz? Lo ustam. O'kira, dur. Akira. Men. Hey, yomg'irni turamdiga. Tez bo'l. O'kira. Qani siz oldimi? Yuz ko'zingizni aytib bering. Hey, siz kimni saqlayaptınız? Men sizni saqlab turgan. Qaysi kalava mening uyimni 25-qo'rida depadi. Mening uyim 52-qo'rida tursa. Lo ustam. Xotirjam bo'ling, qanday esimni chiqib tutman. Ana chapani esini chaqlab bering. Yaxshi. Allah, o ajoyib odamkan. Sizni yomg'ir qo'yibdi. Kiyimlaringiz sizin bo'lib ketibdi. Lo ustam, avar bo'lma. Bo'ldi, men qilay. Bo'ldi. Lo ustam, akram man qilay. Bo'ldi. Siz o'tiring. Akram. Lo ustam, ma'qulsizcha. Hunaringizga varislik qilgan odam bo'lish kerak. Uni ustiga bolalarning hammasi degudeklar oliy maktabga kiramaydi. Siz ularga chiqish yo'l deb berishingiz, hunar o'rgatib qo'yishingiz kerak-da. Buni men bilaman. Biroq men chalasavat o'qiyapsiz. Men 13 yoshimdan boshlabla o'choq beshida turib, ustamdan hunar o'rganishga boshlagan. Endi 40 balani o'qit desa, men qanday o'qitaman? Lo ustam, siz bir tarafdan o'rgating. Men o'rgangach, ularga tushuntirib bo'lay. Balkim 3 yildan keyin sizning tajribalaringiz kitobga besib chiqishi mumkin. Ha? Mening ishim bek to'la. Mundaq. Men uchun mundaq qisaqandaq. Pichoq, ko'mich, ishlatadigan tayyorlik bosqichidagi hunarlar bilan karim bo'lmasin. Say qurish bosqichiga kelganda ondan kelib o'gitay. Siz qandaq? Bo'ladi, lo ustam. Amsa, gapimizga. Mana darslarni olib keting. Lo ustam, avval nimaligini ko'rib beqing. Agar sizga yoqmasa, hozirlab ketay. Mana qara. Mening birodarlarim ekan-ku. Mana ko'rib beqing. Qo'tirmay munchaq, Bu yil o'qish bitiradigan o'quvchilardan 11 yarg'idek. Shundaq. Ish kutib turgan yoshlardan 9 ni, ozg'an o'quvchilardan 13 ni tanladik.
Ularni Ahalla komiteti bilan saqchidikilar tonishtirgan. İşlep yürüp okuyduğun o'quvchidan birisi bor. Nima? İşlep yürüp okuyduğun o'quvchi. Lomoder. Bu degan davlat darajalik mayxona. Siz bizga ishinib, maktabimiz bilan hamkorlashgandan keyin biz tarbiyalab bergan o'quvchilarimiz ishini. Biz yanala asli kelishganimiz bu chiqsa qandaq. Sizlar taqsimotga mas'ul bo'lmaysizlar. Biz olsaq yaxshilarini tanlab ishiltimiz. O'qish bitirgandan keyin biz yana imtihon olamiz. Layoqatsizlarni sizlarga hargiz tongmaymiz. Shundoq. Bo'ladi. Gapimiz gap. Bo'ladi. Bo'ladi. Son direktor. Bu xarajat masalasini To'g'ri. Tarbiyalash xarajatini biz cho'qim mavsumlarga bo'lib beramiz. Bo'ladi. Endi bu bolalar xotirjam bo'lar. Xo'sh emsa. Xo'sh. Müdür, ishlab yurib o'qiydigan o'quvchini qabul qilgandan nima ish qilmang deb qo'ymaysiz, ha? Nima kulasiz? Siz o'zingizcha aktyorlik fakultetiga o'quvchi qabul qilyapsan deb o'yladingiz bor. Sizmi ajoyibkansiz. Sizga 40 o'quvchi deb berganning o'zi cho'ng ish. Topdim deb bundaqlarni topsangiz bo'lmaydi-da. Siz avval uning materialini ko'rib boqmamsiz. Bizning maktab ishlab yurib o'qiydigan maktab emas. Savolimga javob bering. Materialni ko'rsangiz hammani tushunasiz. Shofan, sizning tosh yurak odam ekanligingizga ishonmayman. Siz materialni ko'rib bo'lib yana olmayman desangiz, uni hozirlik qaytarib aytaman. Bo'ldi. Bundaq ishlar samandek. Boshqalar ammalarni chiqib kelibsiz. Buni ishlab yurib o'qiydigan maktabdan farqi qolmadi. Davatgan gapingizni qarang. Shofan, o'quvchining yana bir talabi bor ekan. O'qituvchilar maxfiyatlikni saqlasa deydi. Maxfiyatlikni saqlasa, o'qituvchiga qo'dash qadri bo'lmasa. Qarang, ya mudir. Urinib ko'rasizlar. O'qtirishni qachon taqtimiz? Müdür. Her ikki rahbar turibsizlar. Men oldin ola jakalab qo'yay. Endi bu sinf qilmani mas'ul qilgan kansizlar, qandoq o'qitsam sizlar aralashamaysizlar. Amsa Hammaga o'zingiz mas'ul bo'lasiz. Masala chiqsa sizni topamiz. Ikki ola bilan xiloflik qilsanglar, tarsalg'ini tutdi deb mendan og'irni ola, ha? bo'ldi. Ta'tirlik qilmay berib ishingizni qiling. Bugun kuniga seshanba. Men ishlaga bormayman. Darsimni o'rganmasa bo'lmaydi. Dars boshlash qoz qoldi. Şoyu, qaytib ketdim. Seni ko'ngli yerim bo'p qolamdikin deb ansiravatdim. Sen xo'shaltirmamdim. Bizning qo'shilmayotganimiz yo'q, biz faqat. Siz mening arzuyimni o'zim to'ldirishimga qo'shilgan-ku. Endi yenib oldingizmi? Yo'q. Hargiz yenib olmayman. Men seni pushaymon qilib qolamdikin deb ansiravatdim. Eng oxirgi minutlarimi mening sana yordam beradigan mas'uliyatim bor. Abba, men eng bezor bo'lganim pushaymon qilish. Yo'ldan o'tganda pag'as bo'lgan, ha? Anglashimcha, u maktab bak cho'mish, necha ming odam bormish. Maydonlari bog'chaga o'xshaymish. O yerdagi muallimlarning hammasini toshib bitagandaydi. Ana agilsakli yetib bormiz. Oldimizda. Mo'ma, boshqalar ko'rib qolsa turdi. Ma'qul. Shoyi, bu oson emas. Mo'ma, men bu hunarni obdan o'rganib, sizga kunda yaxshi tamoqlarni etib beraman. Sizni umr bo'yi boqaman. Sizdan bir kunmi ayrilmayman.
Ma'qul. Ma'qul. Maktabdan qo'yib berishigala uyga qaytaman. Siz şu sınıfta okula geldiniz mi? Kichikmaganligim kelgan. Ismim bilan. Ismim Jangli. Ben bilemem. Ma'qul. Udul bana sol tarafta ko'rdi. Rahmat. Hey, müdür. Bizning ikki kasbiy to'liq o'tirish sinfimiz nerede turadi? Belgilimi bo'yicha tayyorlik sinflari, to'liqlash sinflari maktabning o'qish boshlash murosimiga qatnashmaydi. Ha? Bizning bu ikki sinfimiz maktabning rasmiy sinfi qatoriga kirdi-ku. Men ta'siri bek cho'ngib ketamikin deyman. Hey, shumi gapmi? Ular yaxshi bag'aga erishishi kerak. Ta'sir qancha cho'ng bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Ta'sirni kim paydo qilsa, shuningga ta'sir. Hey, müdür. Bizning bu ikki sinfimizga adil muomala qilinishi kerak. Bo'ladi. Amsa o'quvchilaringizni tizildirib, maydon vaqtida olib kiring. Ha. Aşağıdaki sınıfta sizek okuvchini uchundaman deb o'ylayapti. Bundan konuşta qilamiz. Mening ismim Chuyi. Chujoyidagi Chu. Haydiki Yi. Mening ismim Vanshoyi. Oydiki Yimi. Chiroyli gap. To'g'rilik. Qur'on. Bu yerda qo'rqidek nim bor. Yuqori qara. Chuyi. Fan muallim, Chuyi. mening kasbiy to'liq o'tirg'a kirdiganimni o'ylamagan bo'g'aydingiz. Siz mening sizga sinf mas'ul bo'lganimni o'ylamagan bo'g'aydingiz. Bu qiz Vanshoyimi? Vanshoyi. Bu bizning sinf mas'ulimiz, fan muallim. Fan muallim. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Vanshoyi. Biz 3 yil birga bo'lamiz. Shoyi, sen savodashlar o'qitirish qiling. O'qish puli bilan natija ko'rsatishni topshiraversin. Ondan yig'ilib o'qish boshlash marosimiga qatnashishga tayyorlansin. Chiqqan bo'lmam siz. Amsi baray. Ber. Ben faqat o'ylamabdi ekanman. Men cho'nglar o'ylamagan ishlarni qilishga amroq. Siz rost oshpazlikka qiziqamsiz? Das. Oshpazlikni odam qiladi. Uning ustiga bu bir xil madaniyat. Yana kelib muzlik taomlar madaniyati. Shundoq, ham shundoq emas. Ochingizdan ishidaman baxijil. Men uning sinf mas'uli bo'lgan ekan. Mening mas'uliyatim bor. Sizlarning ishinglardagi odamlarda mushundaq kasal bor o'xshaydi. Hadislar o'zini ayblashmi? Go'zal axloq hisoblanamdi. Pa. Gaplaringiz qattiq-ku. Shundaq-ku. Bir ish bo'lsa, telefon bergin. Ali. Biz sening oldingda xijil. Sen o'zingning kelgusini o'zing belgilaysan. Dada. Bo'ldi, turib qoling.
Bo'ldi, turib qoling. Chaqqan bo'l, o'tni yoqqa. Tez. Bu qanday ish? Men qarab boqay. Nega o'xshaydi? Hey, to'xta. Bu degan maktab. Ya'ni haydab kirib ketyapsan-ku, to'xta. To'xtal. Yo'ldosh, yaxshimisiz? Biz maxsus kasbiy to'liq o'ttirib qurilganligini tabrikligini keldik. Yana ish tiziq etala. Bo'lmaydi, maktab ichida unday qilish bo'lmaydi. Yo'ldosh, qani, tamak chek. Oila boshliqlari keldi. O, yaxshimisiz? Familiyangiz nima ekan? Familiyam Gao. Gao, O mening o'g'lim. Chaqqanchush. İsmi Gaovi. Egizdiki Gao. Ayvatki. Vah, qaldi simkan, yaxshi simkan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yo'ldosh, sizlarga ozroq to'shak kelgan. Xalq ma'rifini xalq boshqurdi. Korxonachilardan puli borlar, pul, kuchi borlar, kuch chiqarish kerak. Bu majburiyat emasmi? Saddichini remont qilganga o'xshash, pul chiqarib yordamlashganlarning nomi obidlarga yozildi. Sizning bu ishingiz o'quvchilar bilan o'quvchilarning qalbidan o'rin oladi. Nadigine. Men gerçi oshxona ochgan odam bo'lsam-mu, ba'zi bir narsalarni bilaman. Balamga yugur yetim ishlarni qildirmayman. Bu ma'naviy jihatdan mablag' emas bu. Qani, avaylanglar. Yaxshi, avaylang. Asbir. Hey, G'ostam. G'oy sinfga savodoshlari bilan bir narsalarni o'tkazib ketdi. Qadim qilgan shogird ustozning dadisini ala biladi debdi. Men balamni sizga topshirdim emasmi? Buni da xotirjam bo'ling. Bo'ldi, shunga. Yo'ldosh, buni yo'lda bag'ash ekansiz, Shuna bo'lsin. Bo'ldi. Endi adlishib o'taylik, cho'loqlar tegsa, o'yga borasizlar, ha? Qo'sh. Sizmi kattaroq? Bu oddiy odam ekan, Savodashlar, juringlar, sinib kiraylik. Juringlar, sinib kirib ketaylik. Sinibqa. Bağa, tez bağa. Bağa.